Muqam degan islom muzikasiga xos nom bo'lib, kuy, ahang, klassik muzika degan ma'nolarni berib. Qadimgi Uyg'urlar 12 buruch, ya'ni 12 yulduz turkumiga noit cho'qingan va 12 ni xosiyat qilgan deb qarab, muqamga nom qilib qo'llangan. Ular cheksiz osmon bo'shlig'ida yulduzlar sonsiz bo'lsa-mu, bakrak chaqnab turg'ini yana 12 yulduz deb qaragan. Uyg'ur naqsh muzikilari son sanoqsiz bo'lsa-mu, ularning javri 12 muqamdir. Yangi Ipak yo'li, sehrlik Şinjan. Tarixiy xotirlarda Kösen davlatining shahri 3 qat sepil bilan o'ralgan. Uningda 1000 butxona bor deyilgan. Kösen tosh kemirlari oldi o'tira orqa xonlardan tarkib topgan, lekin hozir oldi xonlari asosan yo'qolib ketgan. O'tira xoni keng ozodi bo'lib, ichida cho'ng buttakchilari bor. Buttakchilar atrofida farizat didaklarning rasmlari tushadi. Orqa xonga kirsangiz echinishlik manzara ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Qadimiy Kösen davlati hozir mavjud bo'lmasa-mu, saqlanib qolgan tosh kemiri qadimiy Kösenning Budda madaniyatini es qildirdi. Yangi Ipak yo'li, sehrlik Şinjan. Şinjan televiziyasi O'smirlar kanali ana tuprog'imizda haybatlik Tangirtog' bag'rida 10 yoshga kirdi. O'smirlar kanali balalarning shodlik makoni, bilim okeani. Uningdagi rangdor mazmunlar quyosh nuridek illiq, yomg'ir tomchilaridek shifoliq. U cho'ng bo'lish daqiqalarimizdagi ayrilmas hamrohimiz. O'smirlar kanalini ko'rib, bolaligimizni xushal o'tkazaylik. Esil materiallardan ilg'or mashinalarda tayyorlangan abida soda suvi zamonaviy liniyada potilkalarga qachiladi. Şinjanda emas, mamlakat bo'yicha oldingi qatordagi ishlab chiqarish liniyasi. Ussizlikni besib, tomoq sindiradigan, qondagi mayni siriydigan abida soda suvi. Yeni ideya erkeklarga xos loyihani barliqqa keltirdi. An'ana uni güzelleştirdi. İşenç ve mas'uliyat loyiha yetkazdi. Shuning bilan miros o'ttirib chiqdi. Erkeklarning kimligi miros erlar kiyimlar. Kam, 7 yıl jo'g'ini. Adilka, 7 yil yo'qolib ketsangiz uydagilar ansirab qolmasin. O'zgilar mening davomli 7 yilda yurganimni bildi. Ansirmay. Bu so'pilda chash yursa 7 yilgacha chash yursa bo'ladi ekanda. Bu so'pilni ishlatsa 7 yilgacha kepak bo'lmaydigan oqshomda. Bu so'pilda bir narsa 7 yil yetadigan chaqala. Men bir umr chaqchaq bilan o'tgan, lekin bundaq mahsulotga chaqchaq qilib bakmagan. Bu Alqumarning 7 yillik chash so'pini ishlab chiqarishga tajribasi ham tirishchilikning mas'uli. Buningda rostchilik bor, chin samimiyat bor. Alqumar 7 yil chash so'pini Şinjandagi tunji hormonsiz mahsulot, Oğuzxon erlar maxsus ichimligi Uyg'ur tibobatining haqiqiy mahsuloti. O'zimizga toza mos keladi. Biz mubolag'a qilmadik, sizni ichib baqsin dedik. Oğuzxon erlar maxsus ichimligi. Qo'ltig'i purmaydigan erlardan bo'laydi. Qo'ltig'i purmaydigan ayollardan bo'laydi. Ürümçi Şinxuaşan doktorxonasi VEO mikro zaxm texnikasi orqali qo'ltiq purash, qo'ltiq tarlashni davolaydi, og'ritmaydi, vaqti qisqa. 10 yillik kliniklik tajribaga ega mutaxassislar kasal ko'radi. Texnikasi yuqori, unumi yaxshi. Puroqdan xalos bo'ldik. Orlig'imiz yaqinlashdi. Telefon 0991 282 88 22. O'rni Ürümçi shahri Nyanzigo uzun yo'llik qatnash bekatining qiypash udulda. Çayxonada muloqot bo'p, dili yo'ruq donishlarga yodikor qilib elib oldik. Esil axloq o'gitlarini. Yodikor yurishlik joylari. Şinjan Şinxuaşan doktorxonasi nanometrlik mikro zaxmi texnikasi orqali tutqoqni davolaydi. Dori ichish, o'kul urish hojatsiz. Tutqoqlik kesildan xalos bo'lay desangiz, Şinjan Şinxuaşan doktorxonasiga keling. Telefon 0991 451 1673. Şinjandagi tunji hormonsiz mahsulot, Oğuzxon erlar maxsus ichimligi Uyg'ur tibobatining haqiqiy mahsuloti. O'zimizga toza mos keladi. Biz mubolag'a qilmadik, sizni ichib baqsin dedik. Oğuzxon erlar maxsus ichimligi. Ajdodlarning mehnatlariga davrdan davr yo'lliq tutdi. Erlik salofitimiz mangu yo'lliq bo'lsin. Madaniyat risolamiz o'chmas. Erlik salofitimiz yo'lliq. Yo'lliq kiyimlari. Mamlakat bo'yicha tangi tamiratini davolash texnikasini umumlashtirish va qo'llanish o'rni bo'lgan G'arbiy Shimol doktorxonasi biohujayrini toksinsizlashtirish texnikasini kirgizgan bo'lib, tangi tamiratini unumli davolaydi. Telefon 0991 459 1888. O'smirlar kanalini suyib ko'raman. 10 yillik izlarga hamdam bo'ldim men. Yangi kino, televiziya teatrlari Tilsim karton shaharda kezib yurdim men. Qar laylisi qomat talant seknimiz, billa yugnayli qo'shtil bog'chimiz. Her millet dostlar xushal o'ltirib, Şinjanlik yaxshi o'smirdan suyinimiz.
O'smirlar kanalini ko'rib, bolaligimizni xushal o'tkazaylik. Bu farzand ko'rolmaslikni qayta davolashda mo'jiza xarakterlik natija qozongan texnika. Qashqar shaharlik planliq farzand ko'rish, ko'payish a'zolar sog'lomlik maxsus doktorxonasi oldi bilan 3 aynakda tekshirish, naychi kirgizib homildor bo'lishga yordam berish texnikasini kirgizgan bo'lib, farzand ko'rolmaslikni davolaydi. Muvaffaqiyatli bo'lish nisbati yuqori. Adresi Qashqar viloyatlik tuberkulyoz doktorxonasining yanida. Mamlakat bo'yicha tangi tamratini davolash texnikasini umumlashtirish va qo'llanish o'rni bo'lgan G'arbiy Shimol doktorxonasi biohujayrini toksinsizlashtirish texnikasini kirgizgan bo'lib, tangi tamratini unumli davolaydi. Telefon 0991 459 1888. Oq kasalni davolatmoqchi bo'lsangiz, Urumchi Shinxuashan doktorxonasiga keling. Teri kasal va oq kasalni davolashdagi yangi texnika. O'rni Nenzigov qatnash bektining qiypash o'dilida. Telefon 0991 459 0210. Ammo oshpaz tamoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Bu qanday gap? Asli ishpor tetqo'si bo'lgan emasmi? Ishpor tetqo'sida hamma tamoqingiz tetiydi. O'zgarmas tam ishpor tetqo'lari. Tabiiy xom ashyo, o'lchamlik pokiz muhit, o'zgichi tam, g'arbi diyordagi ko'lamlashgan birdan-bir zavod. Sog'lom tanga sog'lom mahsulot, xushbo'y ochiqsi. G'ulja Paktil musulmoncha yemeklik ishlab chiqarish shirkati Asal makoni G'uljaga 20 million yuandan ortiq mablag' silib, zavod qurib, Saptava markasidagi asallarni ishlab chiqarib, xalqimizning iste'mol qilishiga sundi. Ishlab chiqargan mahsulotni davlatning sifat o'lchamiga yetgan. Davlatning 3A darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sharafiga erishgan. Saptava yurishlik asalları diyarimiz xalqining ishonchli mahsuloti. Şirketimizin va'dasi shuki, a'lo sifatli sap mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizga sog'lomlik ato qilish. Saptava sovg'atli asalları. 小朋友们，你们好，我是你们的好朋友阿里木江。Küçük dostlar yaxshimizlar? Men sizlarning yaqin do'stinglar Olimjon. 亲爱的小朋友们，我是你们最好的朋友阿依果粒。Sevimli küçük dostlar yaxshimizlar? Men sizlarning eng yaqin do'stinglar Aygul。新年好呀，妹妹，新年过得怎么样呀？Yangi yilingiz muborak bo'lsin singlim. Yangi yilni qandayroq o'tkazdingiz？啊，这个新年我过得太好了！这几天放假，我每天都睡到中午，休息的太棒了。啊，bu yil yangi yilni bak yaxshi o'tkazdim. Bu necha kun damlash qo'ymagan, kunda tush bo'g'ich uxlab, bak yaxshi aram oldim. 哎，这可不行啊，妹妹！新的一年要有新的开始，可不能再这么赖床了。太阳公公都该不高兴了。Endi bunda g'o'rlik qilsangiz, quyosh buvimizmi xafa bo'lib qoldi. 好的，好的。 我以后一定早睡早起，每天充满活力，开开心心的。Ma'qul, ma'qul. Buningdan keyin men cho'qim baldir uxlab, baldir qo'pib, kindijonlik tetik ham xo'shalxo'ram yurayman. 说定了啊，不许赖皮。那我今天就教你一首叫做《太阳公公》的童谣吧。Deyishdi-ku, innovatsiz bo'lmaydi. Amsi bugun men sizga Quyosh buva degan bola qo'shig'ini uyutib qo'yay. 哎，对了，江河童谣这几个字儿，你知道怎么写吗？哎，to'g'ri. Ügütüş bilen bolla qo'shig'i degan xatni qanday yozish bilamsiz? 这个呀，还不知道呢。Uni ma? Bilmaydi ekanman. 那听完童谣，我来教你吧。Amsa bolla qo'shig'ini anglab bo'p, men sizga uyutib qo'yay. 好，ma'qul。太阳公公起得早，鸟儿在我窗前叫，鸟儿你在叫什么？是要和我学童谣。现在我就教你唱民族团结大坚强。现在我就教你唱民族团结大坚强。小朋友们跟着我一起唱吧。学童谣啦！